Men ustozman. Bilasan? Yaxshi. Darsda ustozingni eng ko'p ishlatadigan gapi yoki de so'zi qaysi? Nima deydi? Guys deydilar. Men telefon os. Sizdachi? Men ustozman. Darsingizni qiling. Shu darsingni qil deydi. Telefon o'ynama deydi. Yozinglar. Dars qilinglar, miyaga dars kirish kerak. Bitta videodagi gap bor. O'sha listen, listen and learn deb har doim kuldiradilar. Aytadigan gaplari yoki de so'zlari. Guys. Guys. Gurung qilmanglar deydi. I don't care deydi. Hop, guys deydi, keyin miyangga aql kirsin deb har doim aytadilar. O'zini prezentatsiyalarida sherxo'zi, ko'rpachagur shunaqa ismlarni ishlatadilar. Direktor eng ko'p aytadigan gaplari nima? Yoki de so'zlari. Ishga o'z vaqtida kelamiz. Jangchi topshiriqni o'z vaqtida bajaramiz.